Assalomu alaykum. Hop, kecha yasagan qopqonimizni, ya'ni Tomskin Zapato'kka xudo xolisa mexanizmini qanaqa yasash videosini tayyorlayman deb aytdim. Xudo xolisa hozir sizlarga videosini ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Hop, boshlanishiga sim orqali petla yasab olamiz. Petlani prujina isbat qilib olamiz. Simni olib, prujinaga o'xshab aylantirib bukib olamiz. Agarda sizda menga o'xshagan mana bu kabi ambar bo'lmasa, oddiygina spitsa sim olib, unga shu simni o'rab oling. Hop, ikkita petlani bitirib qo'ydik. Endi esa uni qotiradigan joyimizni aniqlaymiz. Qopqonni bu yoq betidan 5,5 mm olib va bu yoq betidan 5,5 mm qilasiz. Pastdan esa 1 cm tepaga ko'tarasiz. Qo'yilgan metkadan o'zimizga kerakli teshikni hosil qilib olamiz va haliga yasalgan petlamizni shu teshiklarga qiylab qo'yamiz. Petlamiz tayyor bo'ldi. Endi esa unga yopilayotgan bir qopqonchamizni detalini yasaymiz. Agarda iloji bo'lsa, shu detalimizni batmatroq simdan bukib yasab olishingizni sizdan so'rab qolaman. Ambar bilan bukib yasalgan simlarni mustahkamligini hamma joylari tekshirib bo'lgach, uni petlamchaning ichiga qotirib qo'yamiz. Endi esa qopqonning yopilgan qismini yonidan teshib olib va u yerdan mana bu mis simni o'tkazib mana bu shaklga keltiramiz. Mis simdan yasalgan bu detalimiz albatta qushimiz qo'ndoqqa qo'nganda avtomatik ravishda yopilib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu detalimiz mis simdan qilinmoqda. Sal urganda tez yopilishiga yaxshi xizmat qiladi. Ko'rishingiz mumkin, bu detalimiz xudo xolisa tayyor bo'ldi. Ortiqcha joylarini kesib olib tashlab, endi esa sixlarini qo'yamiz. Qo'yilayotgan sixi, ya'ni spitsani baqvatrog'ini qo'yinglar. Bo'lmasam prujinasini qo'yganingizda yuqori osimdan qilsanglar qiyshayib ketadi. Ikkita detalni mana bitirdik. Nimaga xizmat qilishini ko'rasizlar. Endi esa tugallanayotgan joyini ko'rib, u yerdan atmetka olamiz va 3-detalimizni, ya'ni sirpanib ochilib ketadigan katokini teshigini oldin atmetkasini olib, keyin esa simdan o'zimizga kerakli shaklni bukib va shu yerga qotirib olamiz. Qopqonni tez yopilmasligi mana shu detalga bog'liq. Qanchalik buni qirrasini o'tkir qilsangiz, shunchalik qopqon sekin yopiladi. Shuning uchun mana shu joyni yasalayotganda ozgincha qiynalasiz, lekin kerakli o'zini joyini topib tez yopiladigan bo'ladi. Bu detalni qotirishni, teshiklarni hosil qilib, uni esa keyin qiylab qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, katokimizni, ya'ni shu oxirgi detalimizni o'sha qiylab bo'lgach, xudo xolisa 3 ta detalni amalga oshirdik. Endi esa oxirgisi spitsaga trosni o'rab, o'zimizga kerakli prujinani hosil qilamiz. Bu prujinamizni qancha ko'p o'rasak, shuncha tez yopilishiga yaxshi xizmat qiladi. Endi esa yomon qiynalgan joyi keldi. Prujinani ozgincha qiynab tiqib oladigan joyi, albatta bu birinchida juda qiyin bo'ladi, lekin ozgincha sabr va matonat bilan shu spitsaga eson-omon prujinani tiqib olsangiz, buyog'i esa oson bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, xudo xolisa mana prujinamizni o'rnatib oldik. Endi esa qo'ndog'ini yasab olamiz. Qo'ndog'imiz kiradigan teshikni atmetkasini olib bo'lgach, o'zimiz chiroyli qilib teshib olamiz va u yerga xudo xolisa qo'ndog'imizga kleyni tomizib qotirib qo'yamiz. Hurmatli tomoshabinlar, videoni tezlashtirib qo'yganim uchun aytib yurmaysizlar. Instagram sahifamiz 3 mingdan ko'p videoni hozirda qabul qilmayapti. Shuning uchun sizlarga tez qilib, qisqa va lo'nda tushuntirib berdim. Albatta video ma'qul kelgan bo'lsa, like va kommentariyangizni ayamanglar. Sizlar uchun at harakat qildim.